Qayerda ishxonanglar? Malikada aka. Yili necha aka buni? 98. Holati og'irlashib ketgan ekan ancha. Ha. Nima ish qilasiz aka o'zingiz? Men Yangiyo'lda dehqonchilik qilaman. O'zim ancha ishxon qolib ketdim, dagina hozir bir 2 yildan beri dehqonchilik yo'llarga o'xshamay qoldi. Bitta bozorchamiz bor, bozorchamiz buzilib qoldi. O'shaning anosiga alhamdulillah jon sog'ligiga shukr qilaylik, oilamiz tinchligiga shukr qilaylik. To'ppa-to'g'ri aka. Eng asosiy shu-da. Hamma narsani bir hikmati bor. Shunaqa aka. Kecha o'tirdik shu nima qilayotganimiz, mana nima bo'lar ekan. O'zi bir xil payt bilan shunaqa o'tirsa o'zi yetkazib qo'yadi o'zi. Alloh. Bir xillar bunaqa deb yo'q. Dard kelganda ham, baxt kelganda ham shukr qilgin. Mana shu narsani hamma narsani hikmati bor. To'ppa-to'g'ri. Oldindan boshqa mashinangiz bormi yo? Yo'q hozir mashina. Mashina bitta. Ha, mashina. Uydan duo qilib chiqmadingiz deyman aka. Har kuni duo qilamiz, chiqsak Allohdan xalolos. Bu ko'rmagansiz apretlarni. Ko'rmabman, qaysi YouTube'dami? Instagramda. Instagramda Archa ko'chadagi eski sotadi, aka o'g'illari bilan. O'sha to'rtta balon banoyida shunday yozda keldim, bir ravochi 2 ta balon qo'yaman dedi. Shunday qaratdan 4 ta balon taqib beringlar, bir duo qilinglar. Sizga taqib berishdimi? 4 ta balon taqib berishdi. Sizga. O'zi omadli inson ekansiz, akajon. Alhamdulillah. Omadingiz bor ekan. Hayratli inson ekansiz. Ismim shuning uchun g'ayratda. Aka. Arturojingiz kelingan ekanda, birinchi kuzatdim-da, orqadan tutun chiqyapti-da. Shunaqa. Yo, hozir men orqadan ham ovoz chiqyapti. Nimani ovozi dedingiz? Pachimlik. Pachimlik ketganmi? Pachimlik ketgan. Pachimlikda 20 kun bir oyda 3-4 marta pachimlik almashtirdim. O'sha sploshniy olish kerak dedi-da, usta. Olamiz aka, inshaalloh. Ko'chada kira qilay desa, bunga uncha o'tirgisi kelmaydi. Holati og'irlashib qolibdi-da aka, mashinangiz.